Tang aldidagi qarang'uliq. Abdori Qaraxon. Mikrofon oldida Qaraxon. 4-qism. Muhojiratdagi jonjigar qarindoshlarim. Biz o'zaro ittifoqlashayli, bo'linmayli. İqtisodiy kuchimizni, aqliy kuchimizni birlashtirayli. Onlar davridan tortib, Qaraxoniylar davrigacha ajdodlarimiz bo'linmachilikning dardini yetkichi tortdi. Men bu yerda marhum tarixchi, yozuvchi ustoz Turg'un Almasning onlarning qisqacha tarixi degan kitobidan muni qurlarni diqqatinglarga sunaman. Miladining 48-yili onlar uchun nihoyatda keskin burilish yuz bergan bir yil bo'ldi. Chunki shu yili 1.10 tangirqutliqi yuqorqi sabablar tufaylidan sharqiy, janubiy va g'arbiy shimoliy honlardan iborat ikki qismga bo'linib ketdi. Ya'ni merhum ustozimiz Turg'un Almasning Uyg'urlar degan kitobida bir butun Qaraxoniylarning milodining 1040-yili sharqiy Qaraxoniylar va g'arbiy Qaraxoniylar deb ikkiga bo'linib ketganligiga doir ma'lumotlarni berdi. Öz tariximizdagi onlar davridimi bo'linmachilik tufayli kuch ojizlab 10 tangirqutliqida nurg'un qonlar to'kilgan va bergan badallar bek ko'p bo'lib ketgan. Qaraxoniylardimi bo'linmachilik tufayli kuch ojizlab tarixda nurg'un qonliq badallar berilgan. Bo'linmachiligimiz tufayli o'tganki asrning oldingi yarmida qurilgan ikki qitimliq jumhuriyatimiz qo'ldan chiqib ketdi. Mana bugünkidek iflos Xitoy kommunist tajovuzchilarining Uyg'urlarga qarta etnik va irqiy qirg'inchilik qilayotgan bugungi kunidimi bo'linib ketsak, hozirgi Uyg'urlar, ya'ni hozirgi biz bu olamga tarixni takrorlash uchun keldikmi? Aziz qarindoshlarim, bizning hozir intayin sagak, aqlliq bo'ladigan vaqtimiz yetib keldi. Biz Uyg'urlar o'zaro ittifoqlashishdan halqib, razil Xitoy kommunistlarga qarta qon qarindoshlarimiz bo'lgan Türk, Ozarbayjon, Türkmen, O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, Tatar, Yoqutiston qatorliq qarindoshlarimiz bilanmi ittifoqimizni kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni biz hatto razil Xitoy kommunistlarga qarshi bütün dünya bilen güçlük ittifaklık ve hamkorlik o'rnatishimiz kerak. Bunun için planımızı, iqtisadımızı, gücümüzü, yüksek akıl parasitimizni birleştirishimiz kerak. Aziz qarindoshlarım, biz endi aqlliq bo'lishimiz kerak. Dötlikni, nadallıkni, ittifoqsizlikni, o'zaro ziddiyatni, menmenchilikni, takabburlikni, bilarmanlikni, fitnaxo'rlikni jiroqlarga cho'rib tashlashimiz kerak. Ruhimizni ajoyib sog'lom tutishimiz, jismoniyatimizni cheniqtirishimiz, tavlishimiz, sog'lom tutishimiz kerak. Öz düşmanımız bo'lgan Xitoy kommunist tajovuzchilariga qarta hushyor turishimiz kerak. Bir Uyg'ur bo'lsa-mu, o'zlari turishliq davlatlardagi yerlik xalqqa, Sharqiy Turkistondagi razil Xitoy tajovuzchilarining xalqimizga qarta elib berayotgan til bilan tasvirligisiz zulmini va irqiy qirg'inchilik siyosatini anglitishimiz kerak. Razil Xitoy kommunist tajovuzchilari so'yimlik ana tuproqimiz Sharqiy Turkistonga besib kirishdan sirt, endi chorasiz qolgan Uyg'urimizning illiq oilasiga besib kirdi. Razil Xitoy kommunistlari ata-ana, aka-uka, ot-singil qarindoshlarimizni turmalarga nahaq solayotidu, nahaq o'ltiryapti. Ot-singillerimizning iffat nomusiga tegiyotidu. Chiroyli qizlarimizni zo'rlab, tahdid silib, manqi Xitoylar amriga elyotidu. Dinimiz, madaniyatimiz,
örpü adetlerimiz, tariximiz xorlanıvatıdı. Mukaddes kitaplarımız köydürülüvatıdı. Vatan içideki çaresiz halkımızın DNA gen evrişkisini Xitay jallatları tehdit bilen zorlap elip biz Uygurlarını biyologiyalik, bakteriyalik korallar bilen korkunçluk kesel virusini tarqıtış arqılı bizge qarta irqi qirg'inchilik elib berivatıdı. 4-5 ayının aldıdaki işençilik uçurlardan ma'lum bo'ldi ki Şarkı Türkistan'ın Turpan tarafta türkümlep Uygur yaşlarını yerimcan halatida kömgerlik xabarini anladık. Bunu anlap cigerlerimiz titilip ketdi. Bunundan keyin Uygur kadir hizmetçiler vafat bolup kalsa köydürüp külünü kozga elip koyuş doğruluk bu uçurgumu sabır kıldık. Şu Uygur hizmetçi yaki kadir vafat bolgandan keyin özünün köydürülüşü doğruluk cedvelge özü hayat çığıda koşuldum dep kol koyuş gerekken. Aziz qarindoshlarım, bu qaydını yana vatandagi bütün Uygurlarga qonunlashtirish to'g'riliq belgilimi chiqaramish. Buningmi sabr qilamdik. Çaresiz qolgan ota-onalarini atalmış yepiq tarbiyalash nomli jazo lagerlariga tutib ketgan. Narisida farzandlarini bo'lsa, İşplas Xitaylarının dövleti bolgan Xitayga türkümlep ap ketayotganlik xabarini anlap yeni sabr qildik. Hatta şu narisida farzandlarimiz ap ketayotgan şu poyizda mügdep qilib, cho'chib uyg'onib ketib, "Apa, dada, sizlar nada? Qo'sqimiz ochdi, sizlar qani?" deb jo'yilib, yig'lab turib noli faryod qilgan. Hatta bazı sabiler bek qattiq yig'lab ketganda Xitoyning şu narisidlarini poyizda apmangan jallatları şu pak sabilerge tinchlandirish, uxlatish, mast qilish o'kili urgan ve doğruyu yüzgen. Muşu 2 yil ichida sonsuzlagan Uygurlarimiz Xitoy ishplasları tarafidan şehit qilindi. Bunun içinde dinni alim ölümalarımız, fikri ötkür, kalemi güçlük, yazgıcı ziyalilerimiz, doktorlarımız, tadqiqatçılarımız, puldar ticaretçi baylarımız mı şehit kılındı? Yani türkümler, yazgıcı ziyalilerimiz, doktorlarımız, tadqiqatçılarımız, artistlerimiz, hünerven, ticaretçilerimiz, doktorlarımız, dinni alim ölümalarımız, Rezil Xitay komünist tacavuzçılarının atalmış yepiq terbiyeleş lageri, yani toğrisi irqi qirg'inchilik ep bardigan jaza lagerlarida Xitay jallatlarının xilma-xil qiyin qistaqlarida ingirmoqda. Aziz qarindoshlarım, Sharqiy Turkistonda 1874 yılı Zozungtangdan ibaret melun Xitayning ishg'oliyatidan buyon ta hozirgacha ma'lum bo'lgan ishonchlik materiallardan foydalanishimizcha 60 milyon Sharqiy Turkistonlik hayotidan ayrıldı. Bu san Bosniya, Irak, Suriye, Palestin, Afganistan, Çiçen ve Arakan'da ölgenlerden 10 esse hatta 100 esse köp. Bunun içinde 120 mingdan artık alim ve bilim ilgileri var. 70'den artık atom bombası sınav kılınış neticesinde 750 ming Uygur hayatıdan ayrılgan. 1933 ve 1944 yılları iki kıtımlık Cumhuriyet kuruluşumuzun aldı keynide şehitlerimiz kançilik can verdi. Onundan keyinki halk kozgulanlarda kançilik şehitlerimiz can verdi. Hazırki qarindoshlarimiz iniq biladigan barın qirg'inchiligida 5 fevral qirg'inchiligida 5 iyul Urumchi qirg'inchiligida 28 iyul Yakan qirg'inchiligida ko'zimiz ko'rayotgan 2017 ve 2018 yillardagi Rezil Xitoy komünist tajovuzchilarining Sharqiy Turkiston xalqi ustiga elib berayotgan irqiy qirg'inchiliklarda çaresiz qolgan Uyg'ur xalqi Büşktiki narisida bobaqlarımızdan tartib 7 yaşdan 70 yaşgacha issiq qonlardan ve canlardan ayrıldı.
muhojiratdagi biz bo'lsak, Facebookda, WhatsAppda, taratqularda, tor sohasida razil dushmanimiz qayrilib kelib, biz o'zaro ziddiyatlashmayli, o'zaro dushmanlashmayli, ichimizdan bo'linmayli, razil Xitoy kommunistlari qarta bir shart turib kurash qilayli. Yoki hatto chorasiz qolgan xalqimiz oxirgi nafaslarida jon talishayotgan bugungi kunlarda namoyishlarga chiqishning xato to'g'riligi, qaysi namoyishga chiqish to'g'ri, qaysi namoyishga chiqish xato. Mana bular to'g'riliq da'talash qilmayli aziz qarindoshlarim, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Yetar endi qarindoshlarim. Biz endi ittifoqlashishimiz kerak. Butun saf bo'yicha uyg'onishimiz, o'rnimizdan dast turishimiz kerak. Hurmatli anglarmanlarimiz, Tong oldidagi qorong'ulik nomli maqolaning 4-qismi mush yerda oxirlashdi. Kelarki qismida ko'rishayli. Xayri xo'sh.